Turkiyada Durdona Hakimova o'limi bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi qurbon ehtimoli haqiqat bo'lib chiqdi. Sayyora Ergashaliyeva Durdonadan oldin o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'lingan, so'ngra Fatixdagi chiqindi konteynerlariga tashlangan. Bu haqda turkiyalik jurnalist Emrulloh Erdinch tergov manbalariga tayanib ma'lum qildi. Unga ko'ra 32 yoshli Sayyora Ergashaliyeva Durdona Hakimovaning yaqin dugonasi bo'lgan va Umraniyada yashagan. Tergov manbalariga ko'ra, ish bo'yicha hibsda bo'lgan G'ofirjon Kamolxo'jayev qayta so'roqda ikkinchi qotillikni ham tan olgan. Ko'rsatmaga ko'ra, Sayyora Ergashaliyeva 23-yanvar kuni pichoq bilan o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'lingan va Istanbulning turli nuqtalaridagi chiqindi konteynerlariga tashlangan. Erdinch 23-yanvar kuni tundagi harakatlar kamera qaydlarini e'lon qildi. Unda gumonlanuvchilar ekanligi aytilgan tasvirlar ko'ringan. Gumonlanuvchilar binodan bir necha marta chiqqani, qo'llarida qora chiqindi xaltalar bo'lgani ko'rinadi. Keyin uyga oq chemodan bilan kirib, birozdan so'ng shu chemodan bilan chiqqanlar taksiga o'tirib Fatihga borishgan. Chemodanni chiqindi konteyneri yoniga tashlab, yana kapi Marmaray tomoniga ketishgan. Jurnalist Emrulloh Erdinchning ma'lumoti asosidagi xabarlar 12 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. 13 fevral kuni esa O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ushbu ma'lumotni rasman tasdiqladi. Ma'lum qilinishicha, Sayyora Ergasheva marhuma Durdona Hakimovaning yaqin dugonasi bo'lgan. Tergov jarayonida gumonlanuvchilar Sayyora Ergashaliyeva yuzasidan ko'rsatma berishdan bosh tortganliklari qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 22-yanvar kuni marhumalar hamda gumonlanuvchilar Istanbul shahrining Fatih tumanida joylashgan restoranlarning birida birgalikda tushlik qilgan. Uchrashuv davomida Ergashaliyeva va Kamolxo'jayev orasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Taxminlarga ko'ra, mojaro Ergashaliyevaning O'zbekistonga qaytish niyati bilan bog'liq masalada kelib chiqqan. 23-yanvar kuni gumonlanuvchilar o'zaro til biriktirib, Sayyora Ergashaliyevani avval pichoq bilan o'ldirib, tanani bir necha qismlarga bo'lib Fatih tumanidagi axlat qutilariga tashlashgan. 24-yanvar kuni qotillar Sayyora Ergashaliyevaning telefonidan Durdona Hakimovaga SMS xabar yuborib, uni ham chaqirib, Sayyora Ergashaliyeva singari uni ham pichoq tiqib o'ldirib, tanani bir necha qismlarga bo'lib, Shishli tumanidagi axlat qutilariga tashlashgan. Sayyora Ergashaliyevaning jasadi topilgani haqida ommaviy axborot vositalarida xabar tarqaldi. Biroq Istanbul sud tibbiy ekspertizasiga hozircha jasad olib kelinmadi, deyiladi bosh konsulxona bayonotida. Avvalroq Sayyora Ergashaliyeva Turkiyadagi o'zbek ayollarini himoya qilish jamiyati tomonidan qidirilayotgani e'lon qilingandi.